Assalomu alaykum. Xotiranglarni 10 barobar kuchaytiradigan kanal qaytdi. Bunga sabab mana shu kitoblar bo'ladi. 4000 ta eng muhim ingliz tilidagi so'zlar. Men bu kitobni shu mnemonikani o'rganganimda ishlataman, ya'ni shu kitobdagi so'zlarni mnemonika orqali tez eslab qolaman. O'zimcha 1 oy, 2 oyda deb katta maqsadlar qo'yib tashlagandim, lekin dangasaligim ustunlik qildi. Shu sabab mana bir necha yil o'tib yana ingliz tili kerak bo'lyapti. Xullas yodlashim kerak. Videolarni asosan o'zim uchun qolma, shuning uchun unaqa ssenariy yozmaganman. Maksimalni shu yodlash jarayonini videoga olib ketyapman. Qolganlar ham misol uchun ko'rib foydalansin degan ma'noda. So'zlarni tog usuli orqali yodlaymiz. Tog to'g'risida to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, men kanalimda shu xorijiy so'zlarni eslab qolish to'g'risida video bor. O'shani ko'rib, keyin bu videoga qaytsanglar ham bo'ladi. Xo'sh, tog usulini agar dangasalar bo'lsa, oddiyroq qilib faqat tez tushuntirib o'tib ketaman. Tog deb yozib olamiz. Xo'p, bu degani T tarjima, O obraz, G garmonizatsiya. Bilaman, yozig'im bashsha xunuk. Xo'p, bu nima degani desanglar, hozir bitta misol tariqasida so'zlar yozamiz. Dog, cat, cat bunaqa yozilardi-yu. Xo'p, pen, dog, cat, car misol uchun. Endi bu yerda tushuntirish oson bo'lsin deb sodda so'zlardan keltiryapman. Hali bizlarning ko'p vaqtimiz bormabdi, hamma so'zlarni xuddi mana shu sistemaga qo'yib yodlaymiz birgalikda. Xo'sh, pen degani bizda ruchka, to'g'rimi? Ruchka. Dog, it. Xo'p, cat, mushuk. Mushuk. Xo'p, car, mashina. Mashina. Xo'sh, bu qanaqa yodlanadi? Bizda pen degan so'zimiz bor. Pen ma'nosi ruchka, ya'ni tarjimasi ruchka. Biza buni pen ruchka, dog it qilib yodlasak bo'ladi, lekin bu ko'p vaqt oladi, ko'p energiya oladi, bu tez zerikishga olib keladi, shu bilan tashab qo'yamiz. Bu nima desa bo'ladi? Samaradorligi past, chunki biz so'zni bunaqa spiska bo'yicha yodlaymiz. Bu ham miyaga sal noto'g'ri, nagruska tushadi. Xullas, pen degani ruchka bo'lsa, biza pen degan paytimiz hayolimizga keladigan narsani keltirib olishimiz kerak. Misol uchun pen deganda meni hayolimga Peter Pan kelyapti. Eski multfilmlar bo'lardi, Peter Pan degan. O'shandagi bosh qahramon hayolimga kelyapti. Agar sizlarda yaxshiroq variant bo'lsa, yozib yuboringlar. Pen. Penal deb yorsak ham bo'ladi, misol uchun. Agar Peter Pan tanimaydiganlar bo'lsa. Xullas, bu yerda biz nima qilamiz endi? Obraz oldik, misol uchun penal yoki Peter Pan degan pen. Xo'p, Peterni ham yozib qo'ydim, mana Peter Pan. Xo'p, endi nima qilamiz? Biz mana shu xayolimizdagi obrazni ruchka bilan urishtiramiz. Misol uchun, endi bu yerda garmonizatsiya ketyapti. Ruchkani bir g'alati, qo'rqinchli penalga solib qo'yamiz. Misol uchun bu og'zi borda maxluq o'xshagan narsa. Bu Harry Potterlarda bo'ladi-yu. Xullas, mana shunday og'zi bor, katta ko'zlari bor. Bundoq qotida ruchkani solsak, unda yeb qo'yadi. Mana shu narsani tasavvur qiling, yeb qo'yadi. Yoki Peter Pan esla olganlar. Peter Pan misol uchun ruchkani adashib burniga tiqib oladi. Burnidan qon ketyapti. Ya'ni bizning tasavvurimiz qanchalik qo'rqinchli, qanchalik yoqimsiz, xullas juda ham bemaza bo'lsa, shuncha so'zni eslab qolish ehtimolimiz baland bo'ladi. Xo'p, bu yerda dog it. Yana bitta misol, dog deganda hot dog kelyapti, ya'ni kuchudan, ya'ni itdan hot dog tayyorlab sotishyapti, naryoqda karslar misol uchun. Dog it shu narsani biz hayolimizga keltirishimiz kerak. Prosta aytib o'tib ketishimiz kerak emas. Prosta aytib o'tsak esda qolmaydi.
Miyamiz faqat shu tasavvur ko'zni oldiga keltirgan bir-biriga bog'langan narsalarni eslab qoladi. Xo'p, cat mushuk, cat. Xo'p, bunga biz misol uchun nima qilsak bo'ladi? Cat deymiz. Mushukga qarab turib, cat bor yo'qol deymiz-da, tipi. Cat mushuk. Shu narsani tasavvur qildik. Misol uchun mushugimiz Alisa degani qo'rqinchli mushuk. U mushukni ko'rdik, qo'rqib ketyapmiz-da, aytamiz. Cat deymiz-da, ya'ni bor ketgan degan ma'noda. Shu narsani tasavvurimizda o'tkazishimiz kerak. Xo'p, car mashina. Bunga endi men o'zim aytmayman. Buni sizlar o'zingizlar bitta tuzib ko'ringlar-da, javobini kommentariyada yozib yuboringlar. Qani kimniki chiroyli chiqarkin. Xo'p, misol uchun yana bitta variant sizlarga mouse sichqon. Buni ham kommentariyada kutaman. Mana shu ikkita so'z, attiga ikkita so'z, shuni yozib yuboringlar. Bo'ldimi, yozib bo'ldinglarmi? Xo'p, endi realniy amaliyot qilishni boshlaymiz. Men bu kitobdagi hamma so'zlarni yozib chiqib bo'lganman bunaqa kartochkalarga. Iloji bo'lsa, sizlar ham shunaqa qilib yozib ketganinglar yaxshi. Endi o'zingizlar bilasizlar. Xo'sh, tushunishinglar uchun men bunaqa qilganman. Mana shu bitta korobkani ichida bizada mana bu kitobdagi so'zlar bor. Ya'ni birinchi va ikkinchi qismi. Shunaqa ketgan hammasi 3, 4, 5, 6 qilib korobkalarga solib chiqqanman erinmasdan. Va men bitta stiker qilib vaqtini ham yozib chiqqandim. Yodlagan vaqtim. 1 bilan 2 ni bitta aylantirib yodlab chiqqanman. To'g'risini aytsam, mana sanasini qaranglar, 21.08.2025. Вообще uyatsiz bo'laman-da. Shuncha vaqt o'tdi oradan. Men tugatmaganman. Ya'ni 1 bilan 2 ni o'zida qolib chiqqanman. Bu yerda ko'p so'zlar esdan chiqib ketib qolgan. Tan olaman. Bunga sabab Ebbinghaus yo'yi. Ya'ni bu narsani men o'sha chet el so'zlarini eslab qolish to'g'risidagi videomda batafsil tushuntirganman. Xullas, qancha uzoq vaqt o'tsa, shuncha biza yodlagan ma'lumot esimizdan chiqib ketadi. Mnemonika va boshqa narsa bilan eslab qoling. По-любому takrorlanmasa esdan chiqib ketadi. Xo'sh, shu ketishda mana shu yodlayotganlarimni men videoga olib ketaman. Maksimalli foydali qilishga harakat qilaman. Qani ketdik. Bu yog'ini ko'ramiz nima bo'ladi. Demonstrate birinchi so'zimiz. Demonstrate. Demon deganda men xayolimga iblis kelyapti. Endi ruschalab aytadigan bo'lsak, demon. Ujus kinolarda ham ko'rgan bo'lsanglar, shu shoxi bor qizil maxluq desa ham bo'ladi, iblis. Xo'p, stressda. Bu yerda so'zimiz uzun bo'lgani uchun biz buni 2 ga bo'lamiz va ikkita obraz yasaymiz. Ya'ni demon tasavvur qilinglar stressda. Endi sababi tabiiyki bu yerda Ramazon oyi hozir shunga bo'lsa kerak. Xullas, demonstrate shu narsani xayolimizga keltirdik. Xayolimizda ushlab turamiz va tarjimasiga qaraymiz. Ko'rsatmoq. Tasavvur qilinglar, shundoq televizorda iblislarni ko'rsatyapti, ya'ni demonlarni ko'rsatyapti. Hammasi boshini ushlab olgan, anaqada stressda yuribdi, siqilib, psixologga boryapti даже bittasi. Demonstrate. Mana shu tasavvurni xayolimizda ushlab turib, shu so'zni ovozimiz chiqarib iloji boricha 3-4 marta takrorlashimiz kerak. Demonstrate. Xo'p, keyingi so'zimiz climb. Xo'p, climb nima qilsa bo'ladi? Climb. Clay kelyapti xayolimga, to'g'risini aytsam, clay. Lekin clay degan inglizcha so'z ham bor. Climb. Clay deylik misol uchun. 100% eshitilishi o'xshash shart emas. Shuni eslatib o'tdik. Climb. Xo'p, bu yerda nima ekan tarjimasi? Tirmashib chiqmoq. Xo'p, tasavvur qilamiz, ya'ni tirmashib chiqyapmiz-da, lekin bitta daraxtga tirmashib chiqyapmiz.
kley surib qo'yishgan, biz unga yopishib qoldik. Ya'ni o'rtasiga kelganda yopishib qoldik. Shu narsani tasavvurimizda ushlab turib, 2-3 marta qaytaramiz. Climb, 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 tirmashib chiqmoq. Xo'p, ketdi. Keyingi so'zimiz. Certain, 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 certain. Certain. Men xayolimga bu yerda multfilm bo'lardi, Horton degan. Certain. O'sha kelyapti. Rasmini qo'yib ketishga harakat qilaman montajda. Certain. O'sha film aniq deb baqirib yuribdi. Certain. Esingizda bo'lsa, shu multfilmda gul ichida bitta olam bo'ladi, ya'ni sayyoraga o'xshagan narsa. Shu yerda aniq odamlar yashaydi, bu yerda ham aholi bor degan baqirib yuribdi shunaqa ovozda. Bu filmda ham shunaqa. Certain. Qaytaramiz. Certain. Horton film. Certain aniq, ya'ni shu obrazimizni bog'laymiz. Certain. 100% o'xshash shart emas. Yana qaytarib o'taman. Explore. Mani xayolimga pul, lekin pulni ustida bundoq X yozilgan. Ya'ni flomasterda yosh bola misol uchun dollarga deylik, explore, X chizib qo'ygan. Explore. Ma'nosi bo'lsa, исследовать, o'rganmoq, tadqiqot qilmoq ekan. Ya'ni bola tasavvur qilinglar, xalatlarni kiyib olib doktorga o'xshab pulni tadqiqot qilib X chizib chiqyapti. Ya'ni o'zicha endi исследование qilyapti-da. Tadqiqot qilmoq. Explore. Mana shu obrazni xayolimizda ushlab turib so'zni takrorlaymiz. Explore. Agar sizlarda yaxshiroq variant kelib qolsa, yozib ketinglar kommentariyaga, zo'r bo'ladi. Men o'zim ham shundan foydalanaman agar kommentariyada sizlardan. Xo'p, benefit. Xo'p, benefitga, ya'ni obraz kelgungacha mana shunaqa ovozingizni chiqarib takrorlab tursangiz, obraz kelib qoladi. Benefit. Meni xayolimga Mr. Bean OneFitda shug'ullanyapti. OneFit degan ilova bor, unda hamma zallarga borsangiz bo'ladi. Xo'p, Mr. Bean zalda, ya'ni OneFit ochib olgan qo'lida. Foyda, naf. Benefit. OneFitda reklama qilyapti deylik. Mr. Bean OneFitda reklama qilyapti. Foyda keltiradi, foydasi tegadi deb baqirib bannerlarda bizga reklama qilyapti. Benefit. Mr. Bean OneFitda shug'ullaninglar, foydasi keltiradi deb reklama qilyapti. Compete. Bu yerda men xayolimga konfet kelyapti. Compete. Tarjimasi bundoq qiling, ko'rinmay qolmasin. Compete, musobaqalashmoq. Compete. Tasavvur qilinglar, olimpiadada shu kompit uchun musobaqalashyapti sportchilar. Compete. To'g'ri, men ingliz tilida unaqa so'zlarni juda ham ideal qilib yetkazib bera olmayotgan bo'lishim mumkin. Xo'p, further uzoqroq. Ozmini anig'ini Google qiling, qanaqa o'qilishini. Further. O'zini ko'taraylik. Further. Ulas further. Hop, further deganda meni xayolimga shaxmatdagi farzand kelyapti. Further. Tarjimasi uzoqroq ekan. Tasavvur qilamiz, uzoqda bitta farzand turibdi, katta. Shaxmatdagi qirolicha desa bo'ladi, buni soddaroq tushuntirish uchun. Further shu figura kelyapti xayolimga. Further, u uzoqda. Further. Yoki Feruza. Oyim ismi Feruza, misol uchun. Oyim uzoqdalar. Further. Misol uchun sizlar Feruza degan qiz xayolga keltirsanglar bo'ladi, tanishinglar biz.
Xo'p, final. Endi bu final. Buni menimcha qilish shart emas. Yakun. Final. Chunki bu so'zni nima desa bo'ladi? Tarjimasiz ham bilamiz hammamiz. Yakun, final. Xo'sh, absorb. Absorb hayolim kelyapti. Absorb. Yoki absorb. So'rib hayolim kelyapti. So'rib. Xo'p, ma'nosi o'zi shimmoq ekan. Shimmoq, so'rmoq. Absorb. So'rmoq, shimmoq. Menimcha bu so'zni men oldin yodlaganim uchun obraz kelish qiyinlashyapti, ya'ni kelmayapti. Chunki bittada mana tarjimasi kelib qoldi. So'rmoq, shimmoq. O'zi bundoq tasavvurda ham, bundoq o'ylab qarasa ham so'ryapti. So'rmoq, shimmoq, absorb. Hop, keyingisi cool. Oddiy cool hayolimizga kelsa bo'ladiki, cool davomimiz kimgadir. Salqin, biroz sovuq. Mana oddiy misol. Bitta kul ushlasak, muzdek salqin, sovuq turibdi-da. Nima desa bo'ladi? Bahordagi havoga o'xshab, kechki havoga o'xshab, salqin, sovuqda kul bundoq ushlasak. Cool. Xo'sh, price. Endi bu ruschada o'zi price deb xayolga keladi. Agar rus tilida bilmasanglar, bilmaydigan odam yo'q menimcha bu so'z. Yutuq, price. Priz, surpriz deb eslab qolsak ham bo'ladi. Priz, surpriz deb kimdir yutuq beryapti sizga. Ya'ni kubok beryapti. Xo'sh, essential. Men hayolimga mana bu kitob kelyapti. Essential. Hop, muhim, eng zarur degan ekan. Essential. Muhim, eng zarur. Essential. Muhim, eng zarur. Mana shu kitob men hayotim saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega ekan. Men shunaqa deb eslab qolsam ham bo'ladi. Essential. Hop, keyingi so'zimiz chance. To'g'risi, hayolim kelmayapti shu narsa. Chance. Chinni. Chinni. Men hayolimga chinni keldi, boshqa narsa kelmadi. Tuzukroq variant bo'lsa yozib yuboringlar. Chance'ga bizda imkoniyat ekan. Chinnilar oxirgi imkoniyati bor, ya'ni bu olamdan qirilib ketmasligi uchun bitta xato qilsa qirilib ketishadi deb tasavvur qildim men. Chance. Keyin chang bo'lib yo'qib ketishi mumkin. Mana chang degan so'z ham hayolimga keldi. Obraz. Chance. Item. Qaytim kelyapti hayolimga. Iloji boricha bu yerda bitta anaqa life hack. Item. To'liq o'xshash shart emas. O'zingiz misol uchun bu yoqda nimadir qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Misol uchun men qaytim deb tasavvur keldi. Qaytim. Bu yerda ma'nosi narsa, buyum, punkt ekan. Misol uchun bizga magazinga borganimizda pul bilan qaytim berishmayapti, ya'ni zdachi berishmayapti-da. Biron bir narsa bilan qaytarib berishyapti. Misol uchun 1 kilo kartoshka oldik. Qaytim sifatida bizga 5 ta sabzi berib qo'yishyapti. Item. Shu narsani tasavvur qilib qaytaramiz. Item. Actual. Actual degan narsa hayolimga kelyapti. Actual. Haqiqiy, asl, zamonaviy ekan. Actual. Haqiqiy, zamonaviy, asl. Actual. Xo'p, bu yerda nima desak bo'ladi?
bitta doda baqiryapti bizga. Ekshor zamonaviy bolalarga ham hayronman. Haqiqiy erkekligi yo'qolib ketgan deb baqiryapti-da, misol uchun. Ya'ni bitta doda etot baqiryaptilar. Ekshor deyaptilar-da. Ekshor chaqiryaptilar. Biz bormayapmiz. Shunga javoban ular aytyaptilar. Bu zamonaviy olamda haqiqiy asl erkaklar qolmagan deb baqiryaptilar. Actual. Xo'p, keyingi so'zimiz physical. Men fizika kitobi kelyapti hayolimga. Bu yerda jismoniy ekan. Maktabda fizika darsini atmen qilib, bizga jismoniy tarbiyani tiqib qo'yishdi. Biz maza qilib fizika o'qiymiz degan paytimiz. Physical, jismoniy. Ya'ni jismoniy tomondan ko'rsatkichlar bo'lsa kerak. Physical. Endi bu so'zimiz reward. Men hayolimga Word kelyapti. Kompyuterda Word programmasi bor, yozadigan tekstlar. Reward o'sha kelyapti. Reward. Buni ham ma'nosi mukofotlamoq ekan. Reward. Men hayolimga keldi, shu Word tez yozyapman, birdaniga Wordda menga mukofot chiqib yotdi. Monitordan bunday chiqyapti-da, menga kubok beryapti. Reward. Keyingi so'zimiz institut. Xo'p, o'rniga evaziga degan ekan, o'rniga o'rin. Institut o'rniga anta borib ishlasang bo'lmaydimi deb gap eshityapman. Misol uchun. Institut. Carve. Mana carve. Xo'p, xayolga kelyapti bu yerda carving kelyapti. Keyin boyagi mashina kelyapti-da. Carve. Qani ma'nosini ko'raylik. O'ymoq ekan. Tasavvur qilamiz, shu karga, mashinaga emas, karga bittasi o'zini uskunalari bilan domdomdoq qilib urib gul yasayapti. Tarvuz, qovunlardan gul yasashadi-yu. U shunaqa o'yib shakl keltiryapti. Karra. Mashinani emas, karra unaqa keltiryapti. Mashina egasi kar ekan, yana kamiga. Mana 3-4 obraz bo'lib ketdi. Carve. O'ymoq. Report. Bu yerda xayolga UzReport degan telekanal kelyapti. Xabarlar berardi asosan. Eski kanal. Yopilib ketdi-yo. Xo'p, keyingisi port. Port deganda shu kemalar kelib to'xtab joylashadigan portni xayolim kelyapti. Bandargoh o'zbekchasiga. Xo'p, reportda ma'nosi bizada xabar bermoq, hisobot bermoq ekan. Boya aytgandek, UzReport bekor qo'yilmagan ekan. Report. UzReport kanalida bizga kemalar to'qnashuvida shu bandargoh, ya'ni portlab ketdi degan xabar kelyapti. Ya'ni UzReport kanalida misol uchun Venesuela portida kemalar bir-biri bilan to'qnashib portlab ketayotganini ko'rsatadi. Report xabar bermoq. Ana biz bitta aylanib keldik. Bu yerda kartochkalarga yozganimiz sababi yana bitta. Misol uchun biz уже aylanib keldik. Hamma so'zlar ketma-ket yodlandi, to'g'rimi? Biz bunday olamizda, bunday aralashtiraveramiz. Bu nimaga kerak desanglar, shunchaki zarur narsa. Oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, biz daftarga yozadigan bo'lsak, bunday ketma-ket yozamiz-da, misol uchun. Mana bir tomonga tarjimasi, bir tomonda inglizchasi, bir tomon tarjimasi, tarjimasi. Bu bizani mamlaqa spiska qilib yodlashga olib kelishi mumkin. Ya'ni bizni mana bu so'zni eslashimiz uchun mana bu so'z xayolimizga kelishi kerak bo'lib qoladi. Shunaqa narsa bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib yuboringlar. Ya'ni biz mana bunaqa spiska bo'yicha yodlaydigan bo'lib qolamiz. Mana shu spiska bo'lib yodlanmasligi uchun biz mana shunaqa kartochkalardan foydalanamiz. Konstavarda bo'ladi, iloji boricha shu qattiqroq qog'oz olinglar. Ya'ni orqasi ko'rinmaydi. Mana o'zi
Ko'ryaptimi videoda? Xullas, kartonga sal o'xshab ketadigan qog'oz bor. Unaqa qimmat emas. Xo'p, biz buni birpas chekkaga surib turamiz. Keyingi so'zlar ketma-ketligini ochamiz. Xo'p, bizga birinchi bo'lib tushyapti ancient. Men bilasizlar ko'p kompyuter o'yinlarini o'ynab qo'yaman. Ancient deganda menda Counter Strike'da shunaqa baza bor, eski anaqa qadimiy ko'rinishda ancient. Sizlarda qanaqa variant bor? Yozib olinglar. Yana bitta variant ancient. Toshkent qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Agar o'zingizlar topolmay qolsangiz, Toshkent qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Ancient. Qadimiy, juda ham qadimgi. Boya aytgandek, Counter Strike'da qadimiy karta eski anaqalarni ko'rsatib qo'yishgan. Ancient. Bizi ikkinchi variant shu Toshkent bo'ylab biz sayohat qilamiz. Faqat qadimiy, eski paytdagi Toshkentni sayohat qilamiz. Shu cho'lponlar paytdagi. Ancient. Qadimiy, eski, ancient. Videodan chiqib ketmaylar. Mana bu so'zni biz hozir tekshirib chiqamiz. Mana bu so'zlarni qaysi biri esimizda qoldi, yo'q, shuni o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Eslab qoldinglarmi, yo'qmi? Sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak bu narsa. Hop, Mary. Endi to'ydan oldin Mary va shunaqa jinnicha marosimlar bor. O'sha kelyapti xayolga. Keyin Merlin ham kelyapti. Merlin deylik. Mary. Turmush qurmoq ekan. Tasavvur qilaylik, Merlin bilan turmush quryapmiz. Ya'ni Merlinga uylanyapsizlar, o'g'il bolalar. Turmush qurmoq. Mary. Yana unga bilib Mary'mi qo'yasizlar. Mary. Shu narsani tasavvur ushab qaytaramiz 3-4 marta. Mary. Turmush qurmoq. Xo'p, double. Endi qo'pol so'z xayolga keldi. Yana nima desa bo'ladi? Double. Abl desa ham bo'ladi. Endi Abror degan o'rtog'imni Abl deb chaqirardik. Shuning uchun shunaqa bo'lsa kerak. Shu narsa xayolga keldi. Double. Juda qo'pol so'z keldi. Uni men ayta olmayman. Kim agar topsa shu so'zni kommentariyga yozib qo'yarsin. Agar uyalmasa. Xo'p, 2 marta double. O'sha Abl degan o'rtog'im 2 marta jarohatlandi. Double. Yoki shu Counter Strike double kill deydi. Double. Hop. Advice. Endi meni xayolimga mayiz kelyapti. Advice. Maslahat bermoq ekan ma'nosi. Mana. Advice. Maslahat bermoq. Advice. Mayiz ko'proq yegan, xotiring cho'tki bo'lib ketadi deb maslahat berishyapti bizga kattalar. Advice. Ba'zi birlar o'sha vaysayapti bizga. Mana vaysash degan obraz ham keldi. Advice. Mayzi vaysayapti bittasi tepasida turib. Yoki gamma yaxshilardagi vaysaqi. Juda ko'p multfilm, kinolar ko'rganman, shuning uchun mana shunaqa anaqalar kelib turadi xayolga. Kechirasizlar meni. Xo'p, pure. Men xayolimga pyure kelyapti. Ana bifteksta bo'ladi, kartochkani ezilgan o'sha narsa. Pyure. Xo'p, tarjimasi pok, haqiqiy ekan. Bunda shu pyurega qarayapman-da, cho'ti boshqacha-da, vashim top-toza, mana pok degani toza degani. Pok rost ekan-da, mana haqiqiy. Mana plastmassa yoki bir boshqa narsalar aralashmagan, ximikatlarsiz haqiqiy pyure yo'qmi? Pure. Mazza qilib. Pure. Keyingi so'zimiz secret. Endi bu menimcha qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Sir degani ruschada, inglizchada ham sir degani secret ekan. O'zimiz ham buni o'zbeklarashib ketgan so'z, xuddi shofyor, shopper degandek. O'tkazib yuboramiz.
obvious. Endi mani xayolimga obvious kelyapti. Endi mashinalarda bo'ladi. Obvious degan joy yana nima qo'ysak bo'ladi. Endi ko'pchilik tushunadigan bo'lishiga harakat qilaman. Anaqalarni obrazlarni shuning uchun yana ozgina o'ylashga harakat qilamiz. Obvious. Viza to'g'risi ham bo'ladi. Obvious. Yordamlashaveringlar. Men to'g'risi boshqa anaqa xayolim kelmadi. Mashina obvious bilan anaqasi. Shu viza. Xo'p, mana Amerikaga viza ola olmasligim oldindan ayon edi. Bu juda ham ravshan, oydin ravshan deydi. Obvious. Right. Bu yerda sal g'alati narsa kelyapti. Ya'ni right deb tez aytganda dry degan anaqa bor. Antiperspirant shu narsa xayolimga kelyapti. Right. Yoki ingliz tilida to'g'ri degan anaqa bor-ku. Right degan so'z. O'sha ham kelyapti. Right. Yoki yozmoq. Right. Bu yerda inglizcha obraz olmagan ma'qul, chunki biza haqiqiy mana bu so'z bilan narigi so'zni aralashtirib olishimiz mumkin. Shu sabab biza right ga olamiz nimani? Shuni dray degan sprey olamiz. Right. Xo'p, ma'nosi minmoq ekan. Shu dry degan rasmni qo'yib ketishga harakat qilaman. Dry degan antiperspirantni biz minib olganmiz ot qilib. Right deb baqiryapmiz unga. Ko'tiga qarab urib egolab xullas choptirib minib ketsa edi. Right. Xo'p, fog. Juda xunuk so'z chiqib qoldi. Fog. O'ta xunuk so'z xayolga kelyapti. Boshqa so'z xayolga kelmayapti. Fog. Buni asli tashib ketaman, o'zim bema'ni xayolim bilan eslab ketaman. Fog, tuman. Fog. Fokus, misol uchun, fokus qilmoqchi, lekin tumanda hech kim ko'rmayapti buni. Oddiyroq, nima deydi, madaniyroq obraz, ya'ni fogga bog'layapmiz obrazni, bu yoqda tumanga ham bog'lab ketyapmiz. Fog. Tumanni fokus ko'rsatyapti. Fog. Loud. Bu endi ma'nosini bilaman-da, o'shaning uchun obraz ham kelmayapti. Loud. Lada deylik. Loud, lada. Boya aytganimdek, obraz sal o'xshab ketsa bo'ldi. 100% o'xshatishga harakat qilib boshidan qotirib o'tirmanglar. Chunki men bilaman, men bu bitta korobka so'zni yodlab chiqqanman, xuddi shunaqa qilib. Hozir prosta уже aytganimdek, уже obraz esdan chiqib ketganda, birinchi qilgan obrazlarim. Xullas, lada baland ovoz. Loud. Ladada baland ovozni yonimizdan o'tib ketadi. Muzika qo'yib qo'ygan baland ovozda loud. Lada mashina aytib o'tib ketdi. Xo'p, awfulmi? Ha, awful. Nima ki qo'ysa bo'ladi. Awful. Dahshatli, vahimali. Awful.
ov kelyapti. Awful. Dahshatli bitta maxluq yuribdi yon atrofimizda. Biz o'shani ovlashimiz kerak. Ovchilar ham bor yonimizda sheriklar, lekin u juda ham qo'rqinchli. Qo'rqqanimizdan xullas siyib qo'yamiz. Shu narsani tasavvur qilaylik. Ovga chiqamiz. Awful. Dahshatli narsa yuribdi lekin. Dahshatli narsaga, qo'rqinchli narsaga ovga chiqamiz. Awful. Lift. Endi lift deganda oddiy o'zimizning liftimiz kelyapti. Ma'nosi ko'tarmoq. Oson. Lift juda og'ir bitta semiz xotinni ko'tara olmayapti. Zo'rg'ani o'zlari chiqib ketyapti, chiqillab. U xotin liftga zo'rg'a bitta o'zi sig'ib olganda turibdi. U lift shuni ko'tarishga harakat qildi. Lift ko'tarmoq. Xo'p, keyingi so'zimiz taste. Endi men hayolimga homiladorlik ishlatadigan test kelyapti. Test. Xo'p, ma'nosi mazali degan tam degan ma'nosi ham bor ekan. Xullas, maza tam. Taste. Endi juda ham xunuk obraz. Misol uchun DTMdagi testni biz yeb ko'ramiz, lekin mazasi vashchi raso ekan. Taste, maza tam. Taste. Xo'p, frame. Frame degan kino ko'radigan platforma bor, shu xayol kelyapti. Frame. Filmda ko'zim qarasak bittasini ochib yopib, xullas remain kelyapti. Frame. Xo'p, ma'nosi ramka ekan. Remainni biz ramka hisob qo'yamiz. Ya'ni tasavvur qilinglar, remainimiz bor. Uni biz ishlatmasdan anaqaga hisob qo'yamiz, ramkaga hisob qo'yamiz. Frame. Xo'p, keyingi so'zimiz instruct ekan. Instruct. Tasavvur qilamiz, traktor yuribdi. Instruct. Ma'nosi ko'rsatma bermoq, tanishtirmoq ekan. Ya'ni ko'rsatma bermoq, o'rgatyapti-da, xullas. Traktor yuribdi, shu traktor minishni o'rgatyapti domlalar studentlarga. Instruct. Keyingi so'zimiz challenge. Challenge-ga biz chelak. Challenge. Da'vat chaqiruv ekan ma'nosi. Endi bu so'z juda ommabop, ma'nosini ham bilsanglar kerak. Misol uchun challenge qilishadi. Qanaqa? Misol uchun hammani ustidan bir chelak muzdek suv quyish to'g'risida challenge qilishyapti. Yoki ko'rgan bo'lsanglar, ko'pchilik qishki sovuq kunida, qorda shunaqa challenge qilishdi. Ya'ni daryolarda muzlarni yorib, cho'milishga challenge qilib yuborishdi. Mana shu o'tgan yil. Agar ahamiyat bergan bo'lsanglar. Challenge. Da'vat chaqiruv ekan. Challenge. Last. Yani last ichga kelyapti xayoliga. Rus tilida adashmasam qaldirg'och. Last. Keyin o'yin bor, The Last of Us degan. The Last of Us. O'shanda oxirgi ekan ma'nosi. Last. Oxirgi qaldirg'ochlar uchib ketyapti. Ya'ni last ichkalar uchib ketyapti. Last. Yoki bu ingliz tilidagi so'z gap, bo'lmaydi. Xullas, shu last ichkalar uchib ketishyapti. Oxirgi last ichkalar. Furniture.
furniture, 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 furniture. Bu yerda meni xayolimga to'g'risini aytsam ishlarish kelmayapti, chunki so'zi ham ma'nosini bilaman. Jihoz mebel ekan. Xo'sh, furniture, furniture, furniture. Furniture, 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 furniture. Buni kommentariyada o'zingiz yozib ketinglar, iltimos. Men xayolim kelmayapti. Energiya kam, chunki kechqurun yaxshi uxlamagandim. Xo'p, print, 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 print. Printer kelyapti xayolimga. Ma'nosi chop etmoq, bosmoq. Print, print. Printerda to'xtovsiz minimum to'g'risida kitoblar chop etyapmiz. Print, 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 print. Mood, mood, mood. Mood biza mood deb o'qisak bo'ladi. Mood. Mood. Moda. Yoki Mahmud degan mood. Mahmud, mood. Xullas. Mahmud modali namoyish etayotganda xursand, kayfiyati baland, kayfiyati choq. Mahmud modalida. Mahmud modali ko'rsatdi. Xullas, kayfiyati choq. Ma'nosi kayfiyat. Mood. Xo'p, mana bu yerda ham biz eski to'g'riroq birinchi boshlagan so'zimizga qaytib keldik. Buni ham bitta aralashtiramiz, xuddi karta aralashtirgandek. Tamom ozgina qurib ketdi. Shuning uchun ovozim sal chiqmay qolyapti. Past gapirsam ovozim eshitilmay qoladi. Baland gapirsam ovozim qolmaydi. Nima qilsa bo'ladi? Xo'p. Endi bitta o'zimizni tekshirib ko'ramiz. Bu yerda bitta aylantirib olamiz. Bu yerda kommentariyga yozinglar, yo'q qiynalmayman. Xo'sh, bu yerda biz qaysi obrazni xayolga keltirdik? Ozgincha vaqt beraman. Certain. To'g'ri, agar Horton degan bo'lsanglar, Horton degan film, nima deb baqirib yuribdi? Aniq, bu yerda ham odamlar yashaydi deb gulni ko'tarib yuribdi. Certain. Aniq. Keyingi so'zimiz carve. Yana vaqt beraman. Carve. O'ymoq. Buni ma'nosi bizga qanaqa obraz qildik? Bitta shu carving ustasi karri, ya'ni mashinani karri o'yib, xuddi gul yasayapti, tarvuz anaqalarni qilgandek. Javobimiz mana to'g'ri, o'ymoq. Xo'p, price. Endi bu shu surpriz deb eslab qoldik-ku. Mana hozir xayolimga kelyapti. Price. Rise degan narsa ham xayolimga kelyapti. Yutuq ekan ma'nosi. Buni obraz qilmagandik. Essential degan so'z. Buni endi ma'lum bilan bog'laganmiz. Essential, muhim degan. Muhim, zarur. Essential. Ya'ni bu kitob meni hayotimni saqlab qoldi. Shunda bu meni hayotim uchun juda ham muhim va zarur. Shunaqa deb eslab qolgan edik. Xo'p, keyingi so'zimiz chance. Nima ekan? Chinnilar qirilib ketmasligi uchun oxirgi imkoniyati deb eslab qoldik. Ya'ni bu yerda chinni bizda obraz, bog'lovimiz imkoniyat degan so'zga. Chance, imkoniyat. Item. Qaytim. Ya'ni obrazimiz qaytim edi. Ma'nosi bizga nima qilyotdi? Sotuvchi qaytim sifatida pul emas, sovg'a beryotdi. Ya'ni biron bir narsa beryotdi. Narsa buyum punkt.
ma'nosi. Actual. Yana bitta narsa, mana bu 3 xil ma'no yozib ketganman-ku. Imkon qadar bitta yo ikkita ma'no yozishga harakat qilinglar. 3 ta 4 ta bo'lib ketsa, mana bu so'z eslab qolishimiz qiyinlashib ketadi. Siz birinchi bo'lib eng muhimini eslab qolishga harakat qiling, qolgani o'zi bo'lib ketaveradi. Uchrashi ham qiyin-ku. Actual. Nima bo'lyapti bu so'zimizda? Ibtidoda ekshor. Hozirgi zamonaviy yoshlarimiz haqiqiy asl erkakligini yo'qotib qo'ygandi, baqirotdi. Mana ma'nosi. Xo'p, physical. Buni ma'nosi nima edi? Fizika o'tamiz deb maza qilib turgan paytimizda bizga jismoniy tarbiyani tiqib olishdi. Ya'ni darsimizni o'zgartirib olishdi. Physical. Reward. Nima edi bu? Reward. Word programmasida bizga yutuq. Xudoga shukr, uzr. Word programmasidan bizga yutuq beryapti. Ya'ni tez yozganimizda ma'nosi yutuq, mukofot. Report. UzReport kanalida portda kemalar bir-biriga to'qnashib ketib, portlab ketgani haqida xabar beryapti. Ya'ni UzReport va port bizada obraz, xabar bermoq bizada so'zimizni tarjimasi. Yani garmonizatsiya qildik mana. Mana shu garmonizatsiya bo'ladi, ya'ni bir-biriga bog'lash. Demonstrate. Bu so'zimiz nima edi? Demon va stress, ya'ni demon stressda deb ko'rsatishyapti bizga. Ya'ni ma'nosi ko'rsatmoq mana. Climb, sal tezroq aytib o'tib ketaman. Climb. Tirmashib chiqmoq. Biz daraxtga tirmashib chiqayotganmiz, keliga yopishib qoldik. Explore. Kichkina bola doktorlik qilib o'zicha pullarga X chizib o'rganyapti. Ya'ni tadqiqot o'tayotdi. Mana tadqiqot qilmoq. Benefit. Mr. Bean OneFit'ni reklama qilyapti. Foyda keltiradi, naf tegadi deb baqirib. Mana foyda, naf. Compete. Konfet xayolim kelyapti. Kompot ham qilsa bo'lar ekan, mana hozir xayol kelyapti. Xo'p, bu yerda nima edi? Bizga yutuq sifatida kompot berishyapti. To'g'rirog'i shu sportchi, olimpiadadagi sportchilarga yutuq sifatida medal yoki kubok emas, uni beryapti. Kompot beryapti. Mana musobaqalashmoq qilib eslab qolishimiz qiyin emas. Absorb. Bizada nima edi? Absorb. So'rayapti, shimayapti deb eslab qoldik. Absorb. Xo'p, cool bizada shu muzdek sovuq cool bor. Cool. Instead. Institut o'rniga, evaziga eslab qoldik. Further. Farzan uzoqda yoki shu Feruza uzoqda deb eslab qolgan edik. Final, endi final, yakun. Bu nima deydi? Obraz qilib vaqt sarflashga arzimaydi. Bilsanglar obraz qilib o'tirmaylik, shunda qaytarib qo'yaveringlar shu kartochkani o'zida. Xo'p, endi keyingi so'zlarni ketma-ketligini bitta tez takrorlab chiqamiz. Keyin videoga yakun yasaymiz. Ketdi. Marry. Turmush qurmoq. Double. Ikkita. 2 marta. Xo'p, fuck. Fokusning tumanda fokus ko'rsatadi. Ma'nosi tuman. Awful. Dahshatli narsaga ovga tushgandik. Awful. Lift. Desemiz xotinni lift ko'tarolmay qiynalib ko'taryapti. Ya'ni ma'nosi ko'tarmoq. Taste. Biz testda tatib ko'rdik. Bazasi cho'ti yoqmadi bizga. Taste. Frame.
frame nima edi? Frame. Ramka edi. Biz nima ramka sotdik? Kommentariyga yozib qo'yinglar. Frame. Xo'p, instruct. Traktor yuruvdi. O'sha traktorga ko'rsatma berishyapti, o'rgatishyapti qanaqa foydalanish. Instruct. Ya'ni instruksiya o'tishyapti. Challenge edi, chaqiruv, da'vat. Ronaldo misolchi. Hammani bir chelak ustidan suv quyishga chaqiryapti-ku, shu aytganimdek hamma ochiq suvda cho'milyapti, qor yog'ib turgan payt sovuqda. Da'vat, chaqiruv. Challenge. Printerdan biz bir talay pullarni pechat qilamiz. Qani chop etmoq, bosmoq. Mood, bosmoq deganda bosish emas. Shu printerdan chiqarishligi bosishda, gazetalar bosma anaqasida texnologiyasida chiqarishadi, shuning uchun bosmoq bo'lib qolib ketgan. Xo'p, keyingisi mood. Mahmudni kayfiyati cho'q, sababi moda ko'rsatyapti. Mood, kayfiyat. Mood. Ancient. Qadimiy, eski Toshkent bo'ylab sayohat qildik. Keyingi so'zimiz obvious. Shu obvious ochiq oydin. Yoki shu viza ololmaslik ham ochiq oydin-ku. Right. Nima edi? Biz dry egarlab minvatuvdik. Minmoq. Loud. Baland ovoz. Ya'ni ladada baland ovoz chiqadi. Last. Oxirgi, so'nggi. The Last of Us oxirgi seriyasi. Shunaqa o'yin bor deb aytdim boy. Furniture. Bu shu mebel garnituri. Mebel jihoz. Furniture. Advice. Maslahat bermoq. Advice. Buni nima qildik? Eslaylar. Kommentariyga yozib qo'yinglar. Men to'g'risi obrazi xayolimga kelmadi. Advice. Mayzi. Maslahat berishyapti bizga. Pure. Haqiqiy, toza, pok. Nastoящий. Pure. Secret. Mana soddiy sir. Xo'p. Oxirgi maslahatim, shoshmasdan mana shu so'zlarni agar yozib chiqinglar, shunaqa qog'ozchalarga. Yo'dan ko'ra oddiy bitta qog'ozga ham yozib tursanglar bo'ladi. Keyin bu so'zlarni o'zingizlar mustaqil takrorlab ko'ringlar. Ya'ni где-то bir 3-4 soatdan keyin bitta takrorlab ko'ringlar. Yozib chiqasizlar so'zlarni, keyin bitta takrorlab ko'rasizlar. Esingizda qolmagan so'zlarni bir chekkaga olib qo'yinglar. Ularni ko'proq vaqt davomida yodlaysizlar. Ya'ni ko'proq qaytarib turasizlar. Bo'ldi, misol uchun cherizda ham qaytarasizlar, keyin 3 kunda bir, keyin bir haftada bir qaytarib muammoli bo'lgan so'zlarni alohida spiska qilamiz-da, ularni yodlab ketamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.